Tak, kassani pulini ko'raylikchi. Ha, ancha o'tibdi kassani. Tak. Assalomu alaykum, mijoz keling. Assalomu alaykum. Tak, sotib turaylik, maykoslar talabalar. Tak, tezroq bo'lsa-da, men kassani pulini joyiga qo'yib qo'yingdan ko'rdim. Tak, buni bekor qo'yib turamiz, keyin bir yo'la hisob kitob qilamiz. Bir yo'la hisob kitob qilsak. Keling, mijoz bo'ldingizmi? Nimalar oldingiz? Qo'g'irchoq va piroglar. Hozir tak. Qo'g'irchoq, pirog. Yana nima? Tak, $17. Bera qol. Bu yoqdami? $10, 5, 1. Hozir yana. Pulimni topdim. Pulingiz bo'lmasa qo'yavering. Mana. Rahmat. Aha, kelib turing. Ha, rahmat. Tak, ancha ishlarimiz yurishib qoldi. Короче, yaxshi. Buni pullar qo'yib qo'ysak, ish tugashiga hisoblaymiz. Soat ham ancha kech bo'lib qolgandir. Ha, soat ham 10 bo'libdi. Oshxonani yopib, sekin ketaverish kerak. Arenda pullarini ham ertadan olib qo'yishim kerak. Tak, olsak pullarni. Assalomu alaykum. Mijoz keling. Men narsa olmoqchi edim. Davay oling. O'rtoqlar juda ham boy odamga o'xshadi, mayli. O'rtoqlar bugun ancha ko'p pul yig'ilibdi, mayli. Ben shu biratdan so'ng eshikni qulflamada ketamiz. Bu yerga qarab. Men mijoz olib turavering, men o'zim sizdan qilaman. Hamma narsa joyida. Tak, juda ham ko'p narsada bor. Yaxshi. Tortlar ham achib qolmagan, ancha yaxshi. Bu yerda konditsioner. Amaliy mevalar juda ham oz qolibdi. Ertadan olib kelib qo'yishadi. Suvlar ancha yaxshi. Kam sotilibdi bugun, mayli. Endi davay. Brat. Brat. Biz narsalarni oldim. Nima oldingiz? 4 ta qo'g'irchoq. Bitta katta tortlaringda va mani mevadan oldim. Qaysi? Mango. Hop, sizdan $30 bo'ldi. $30. $20 и $10. To'planib. Maydangiz yo'q ekan. Mana $10. Bo'ldi, tugadi. Rahmat. Ha. Tak, o'rtoqlar, ancha pul yig'ibmiz. Men hozir hisoblab chiqsam endi, tak. Hop. 400 ming и 400 bo'lsa 570 ming и 570 ga 590 ming и 300 ming bo'lyapti jami o'rtada. 300 ming bo'lib, endi $5 bo'lsa 100 bo'lyapti. Tak, 100 bo'lyapti. Hozir boshim talashib ketdi. Короче, ertaga hammasini bitta qilib Tak, ishxonani berkitamiz. Tak. Tushib ketmay. Bekitdik, xullas endi esa uyga yetib olamiz. Qani yo'g'i. Tak, uyga yetib oldim. Bugun savdo yaxshi bo'ldi. Ertaga qanaqa bo'lishini bilmadim, lekin ertaga arendalarni to'lab, pullarni to'lab qo'yishim kerak. Qani davay. Tak, chiqaverdik. Ukamga qaraychi, men ukam qalay ekan. Tak.
Ha mayli, ochiq turib, ochiq mayli Kim? olsin. Men akimman. Nima qiling? Ha mayli, keyin o'zing to'g'lab qo'y, xo'pmi? Puling bormi ukam? Yo'q aka. Men berayim senga. Mana bugun mana bu magazinimdan juda foyda keldi. Ancha foyda, shu zo'r bo'ldi. Ha ukam senga $100 u $20. Ehtiyot qilib ishlatgin, xo'pmi? Juda ko'p ishlatib olmagin. Xo'p? Ertagacha bo'pti ukam. Yaxshilab dam ol. Qara. Ukam yangi qo'ydirdingmi? Qara, o'tiringda. Unda Minecraft o'ynab turdingmi? Stream. Ivani Steam'da ham bormi? O'g'lim. Menga to'xtating, yuzda tashlab qo'yaman o'zimga. Hozir tak. Ha bo'ldi. O'zimga tashlab qo'ydim durja. Bo'pti ukam, ertagacha. To'xta aka. Ha. Bo'pti. Tak. Biroz ko'mir olib, keyin esa uxlagan Allah. Tak. Suvdan, mazza. Tak, endi mana kirlarimcha hozir yo'q, bu yaxshi. Tak, mazza qilib endi esa sochlarni taraymiz, sepib olamiz. Mayli, nimaga sepaymi bo'lsa. Ishlatib ertagalikka endi qilish mumkin. Tak, endi esa uxlaganni qani ketdik. Tak, mazza qilib uxlabman o'zi ham, lekin uncha yaxshi bo'lmadi. Ha mayli, endi ertalabdan nonushta qilib olamiz. Tak, tushayman. Aka! Ha uka. YouTube 1 million bo'ldi. Nima? 1 million YouTube. Qanisa? Yo'g'i, malades ukam, tabriklayman. Oltin knopka ham olib keldim kecha. Yo'g'i. Ha, buyurtma. Yaxshi. Qani ko'raychi? Ketdi. Davay. Yur ostona 1 million to'g'risini? Mana yaxshi. Men qani yurchi? O'zbekiston. Kanalim shunchalik zo'rki. Tak. Yangi restoran qildingmi? Aytdim, nimaga puling yo'q deb. Bir marta bo'lib qo'yay mana. Oho, anchadan beri o'ynayotgan ekansan-da Minecraft. YouTube'larim. Qulplabdi. Ha, bo'pti. Men ukam magazinga borib kelaman. Sen anta yuravergan nima qilsan yoki qolavergan? Qolavergansan, ukam. Ha. Bo'pti. Ha. Tak, endi esa Allah. Qo'shnimiz bor ekan. Assalomu alaykum qo'shni. Qalaysiz qo'shni, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Ha, ishlaringiz qalay? Yaxshimisiz? Yuribsizmi? Ha, yaxshiman, yuribman. Ha, mayli qo'shni, o'ting bizning ham do'konga narsalar beramiz. Ha, o'taman aka. Ha, bo'pti. Ha. Tak, qo'shnilar bilan salom alaykum bo'ldi. Endi esa ketdik. Tak, mana do'konga ham yaqin qoldi. Aha, ochib olamiz. Ochdik. Endi esa hozirgi menimcha andaqa kelish kerak edi. Litsenziyachi politsiya yoki ikkalasini bittasi kelar edi-da. Tak, mayli o'tiraverchi, odam kelib qolishi mumkin, mayli qani. Assalomu alaykum. Namanzardan keldilar. Va alaykum assalom. Brat, litsenziya ochdi hamma narsani olib keldik. Bera olasizmi? Hujjat hammasini beraman. Aha, 1 oylik bu? Yo 1 yillikmi? 1 yillik. Aha, to'g'ri. Mana shu yerniki qancha bo'lyapti menda hozir? $5 bo'lyapti. $5? Yo, bu yerniki. Ha, yernikimi? Ha. 100 bo'lyapti. $100, aha. 10 ming tali bersangiz. Mana bitta 100 ming tali beraman, $100 beraman. Endi menga qarang-da. Menda tarvuz qolmagan, olib kelsalaringiz, sut qolmagan, bir hovuch. Andaqa kokos suvidan qolmagan. Kokos suvi qolmadi. Tort qolmagan, shokoladli. Va bir nechta har xil o'yinchoqlar. Keyin bizda Makka jo'xorili sabzavot ham qolmagan.
Aha, okey. Pulini Okey. hozir beraymi yoki olib kelganlaringdan keyinmi? Ya optiganimizdan keyin beraverasiz. Aha, mayli, yaxshilab oling. Xo'p. Aha, bunga ham berib bordik. Endi kassani pullarini joyiga qo'yib bersak. Tak, endi esa qani narsalarimiz rostdan ham kam qolgan edi. Bu yerda ham kecha o'yinchoqlar qolmagan edi. No, endi nima qilamiz endi? Mayli. Eshikni qulaman. Mayli.